Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana yangi o'quv yili boshlanishiga ham oz fursatlar qoldi. Yangi o'quv yilini boshlanish demak jarayonlardan biri, eng muhim jarayonlardan biri dars jadvali yaratish hisoblanadi. Dars jadvali yaratishda o'quvchilar bo'yicha direktor o'rinbosarlari, ya'ni qisqa qilib aytganda zavchlarimiz uchun onlayn platforma yaratib qo'ydik. Xo'p, bu dars jadvali tuzib beruvchi onlayn platforma faqatgina dars jadvali yaratish emas, balki zavchlarimizni kunlik ishlarini yengillashtirish uchun demak funksiyalar qo'shilgan. Demak, ba'zi bir o'qituvchilarimiz kasal bo'lib qolishi mumkin, javob so'rashi mumkin, uyda turli xil marosimlar bo'lganda javob so'raganda, demak kunlik qoplash, bu demak o'sha o'qituvchini belgilasak, demak qaysi o'qituvchilar demak bu o'qituvchimizni darsiga kirib o'tishlari mumkin. Bo'sh o'qituvchilar o'zini topib beruvchi funksiyasi bor. Buni hali kirib ko'ramiz. Ochiq darslar jadvalini tuzish bu ham avtomatik hisoblanadi. Qolganlarini demak ichiga kirib ko'ramiz. Xo'p, ro'yxatdan o'tish bepul hisoblanadi. Xo'p, ro'yxatdan o'tishga kirishni bosganimizdan keyin xohlasangiz demak ro'yxatdan o'tishda ismingiz, o'zingizning Gmailingiz va parol yaratasiz va demak mana bu rasmdagi raqamni kiritib ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Gmailni o'zingizning pochtangizni yozishingiz kerak. Keyinchalik agar parolingiz esdan chiqib qoladigan bo'lsa, mana shu Gmail orqali siz parolingizni tiklashingiz mumkin. Yoki to'g'ridan to'g'ri demak agar Google Chrome'ga siz Gmailingizni o'rnatgan bo'lsangiz, Gmail orqali kirib ketishingiz ham mumkin. Gmailni tanlaganimizdan so'ng demak ruxsat so'rashni bosadi, tanlaydi. Demak siz ruxsatni berasiz. Ruxsat berganingizdan keyin demak dars jadvali tizimiga avtomatik o'zi kirib ketadi. Dars jadvali tizimiga kirdi. Bu joyda demak sizga ID beradi. Har bir demak ID keyinchalik bu pullik tizimni yoqtirish uchun kerak bo'ladi. ID raqamingiz. Xo'p, maktab sozlamalari. Bu joyda maktabni nomini kiritasiz. Maktabingiz agar 2 smenali bo'lsa, 2 smenalini kiritasiz yoki 1 smenali bo'lsa, 1 smenali. Haftalik ish kunlari 6 kun. Dars soatlari demak kuniga necha soat dars bor, shularni kiritasiz. Darslar daqiqalari, tanaffus demak kata tanaffus hammasini demak belgilab turib saqlashni bosadigan bo'lsak, hop, o'zi avtomatik dars rejimini chiqarib beradi. Dars rejimini yuklab olishingiz ham mumkin. Dars rejimini tasdiqlovchilarni ham kiritishingiz mumkin bu joydan. Hop, bularni qo'yganingizdan keyin o'qituvchilarni qo'shasiz. O'qituvchilar qo'shishda demak hop, bu joyga ism familiyasi, metodik kunini belgilaysiz. Haftalik maksimal soatini belgilaysiz yoki shablon orqali yuklab olishingiz ham mumkin. Exceldan yuklab, demak sizda tayyor o'qituvchilar ro'yxati bo'ladigan bo'lsa, hop, metod kunlarni qo'yib, shablonga qo'yib turib, Exceldan yuklab olsangiz avtomatik o'zi yuklab beradi. Xo'p, fanlarda ham xuddi shunday. Fanlarda demak avtomatik standart ro'yxatini ham tuzishingiz mumkin. Bossangiz avtomatik o'zi demak O'zbekiston ichidagi fanlarni keltirib chiqarib beradi. Bulardan keraksizlarni misol uchun o'chirib tashlashingiz mumkin. Keraklarni qo'shishingiz ham mumkin. Buni ham xuddi shablon qilib yuklab olishingiz ham mumkin. Sinflarni yaratishda ham demak siz sinflarni misol uchun 1-sinf A, B, C sinfni qo'shasiz. Bitta band kun hisoblaydi, chunki boshlang'ich o'quvchilarimiz 5 kun o'qishadi. Bu joyda demak o'zi band kunni belgilab qo'yadi. Qolgan sinflarni yaratishingiz ham mumkin. Misol uchun 6-sinf faqat A, B xolos demak. Mana 6-sinfni ham yaratdi. Buni ham demak agar sizda o'quvchi sinfni ro'yxati bo'lsa, shablondan yuklab olishingiz mumkin. Xonalarni ham yaratish xuddi shunday. Xonalarni yaratishda ham demak siz birdan 25 ta xonangiz bo'ladigan bo'lsa, sizcha xona belgilaysiz. Avtomatik yaratishni bo'lsangiz, demak birinchi xona, ikkinchi xona, uchinchi xona hammasini belgilab chiqaradi. Dars biriktirish. Dars biriktirishda ham demak o'qituvchini hop, o'qituvchi qo'shilmagan, mana shu yerga bitta o'qituvchini qo'shamiz. Misol uchun Mazzaqulov Qobiljon.
Metodik kuni dushanbani belgilaylik. Mana qo'shildi. Endi dars biriktirishni bosadigan bo'lsak, dars biriktirishni bosamiz. Bu joyda demak o'qituvchilar ro'yxati hamma kiritgan o'qituvchilar chiqadi. Agar dars ingliz tili informatika bo'lib o'tiladigan fanlar bo'lsa, demak bu joydan bo'lib o'tadigan sherik o'qituvchisini ham tanlaysiz. Agar bo'lib o'tilmaydigan bo'lsa, bu joyga tegmay qo'yaverasiz. Xonani fanni tanlaysiz. Xonani tanlaysiz. Agar kerak bo'ladigan bo'lsa, demak haftalik darslar necha soat? Misol uchun 2 soatlik darslardan sizda demak 6-sinfda bor 2 soatlik darsi belgilaysiz. Mana 2 soatlik darsi 6 avda mana biriktirildi darsi. Qolganlarini xuddi shunday biriktirsa bo'ladi. Yoki shablon orqali yuklab, Exceldan yuklab olsangiz ham bo'ladi. Keyin demak dars jadvalini mana hozir biz dars jadvalimiz yaratilgan yo'q. Dars jadvalini yaratishni bosadigan bo'lsak, dars jadvali yaratiladi. Hozir men tayyor to'ldirilgan variantiga o'tamiz. To'ldirilgan variantda demak bu joyda xonalar hammasi fanlar to'ldirilgan o'qituvchilar. Shuni demak dars jadvalini yaratib ko'ramiz. Dars jadvali yaratishni bosamiz. Dars jadvali yaratishda mana vaqt talab qiladi. 1 daqiqaga borib bormaydi. Bu joyda demak ikkita darsimiz joylashtirilmadi. Agar joylashtirilmagan darslar bo'lsa, buni demak sinf ichiga kirib, demak mana bu joyda unda o'tiribdi. Bu joydan demak biz joylashtirishimiz mumkin. Bunda ham men hozir to'liq to'ldirilmaganligim uchun demak bu o'qituvchilarimizni joylashtira olmagan. O'qituvchilarimiz men ham hozir buni sinov tariqasida qilganim uchun demak o'qituvchilarimizni to'liq darslarini kiritmaganman. Shuning uchun bo'sh joylar qolgan. Ularni demak siz sudrab qo'yishingiz mumkin. Ko'p joy demak yashil joyimiz o'qituvchilar bo'sh joy hisoblanadi. Xohlagan joyga qo'yishingiz mumkin. Agar mana bu joyga qo'ymoqchi bo'lsangiz, demak buni darsini ko'rsatib beradi. Mana bu ikkinchi B sinfda darsi bor. Shu joyga majburiy qo'yadigan bo'lsangiz, ikkinchi B sinfdagi darsi chiqib ketadi. Demak buni keyin sozlashingiz mumkin. Hop. Endi dars jadvalini saqlashimiz mumkin. Mana saqlangan dars jadvallari ham turibdi. Xuddi shu dars jadvalini saqlab qo'yishingiz ham mumkin. Hop. Undan keyin dars jadvalini sozlab olaylik. Bo'lib tashlash 3. Mana dars jadvalimiz tuzildi. Dars jadvalimiz tuzilgandan keyin demak barcha funksiyalarni to'liq ishlasak bo'ladi. Misol bu dars jadvalini saqlab qo'ysak bo'ladi. Dars jadvali saqlandi. Agar siz ikkita admin qilib qo'ygan bo'lsangiz, misol uchun ba'zi bir katta maktablarda dars jadvali bo'yicha ishlash uchun 2-3ta zavishlarimiz birdaniga ishlashi mumkin. Shuning uchun mana bu joyda so'rayapti. Demak sizda boshqa admin ham ishlayotganligi, ikkalasini demak avtomatik
Hop. Hop, bu joyda demak, agar sizni maktabingizda kattaroq maktab bo'ladigan bo'lsa, 2-3 ta admin qilib qo'yishingiz mumkin. Birdaniga 2-3 ta admin demak, o'qituvchilarga kiritish, kimnidir fanlarni kiritish yoki boshqa amallar bajarishga yordam berish mumkin. Shuning uchun demak, boshqa admin shu maktab ma'lumotlarini saqlab yubordi. Ikkalasini ham birlashtirib bo'lmaydi, qaysi birini saqlab qolay deyapti. Hop. Meni versiyam saqlab qoldi bosamiz. Bosildi. Ochiq darslar jadvali tuzish. Demak, uni hozircha tozalab turamiz. Ochiq darslar jadvali demak, siz haftani qaysi kunidan boshlamoqchi bo'lsangiz, o'shani tanlaysiz. Bu joydan demak, sentyabr. Hop. Sentyabr 2-haftasidan boshlaydigan bo'lsangiz, 7-sentyabr. Chorak oxiri agar 3-noyabrda tugaydigan bo'lsa, 3-noyabr. Siz xohlagan sanangizni qo'yishingiz mumkin. Bu joyda o'qituvchilarda alifbo tartibida olishi mumkin yoki o'zi tasodifiy tanlashi mumkin. Bir kunga demak, necha soat ochiq dars qo'yishni ham belgilash mumkin. Agar katta maktab bo'lsa 2 ta ochiq dars yoki kichkina maktab bo'lsa bitta ochiq dars qo'yishingiz mumkin. Ochiq darsga kiradigan bo'sh o'qituvchilarni ham ajratib beradi bu joyda. Siz demak, o'sha ochiq darsga kiradigan o'qituvchilarning ro'yxatini ham tuzishingiz mumkin. 5 ta, xohlasangiz 1 ta, xohlasangiz 2 ta, buni sonini ham o'zgartirasiz. Jadval tuzishni bosamiz. Mana jadvalimiz tuzildi. Jadvalimiz mana 7-sentyabrdan dushanba kuni demak 2-soatga qo'yib beryapti Abdurahmonova. Xuddi o'sha kuni demak darslar bo'ladi. Siz demak, agar mavzularini to'ldirib chiqmoqchi bo'lsangiz, mavzularni to'ldirib chiqasiz. Boshqa kerak. Mana bu joyda ochiq darsga kiradigan o'qituvchilarni ro'yxatini ham chiqarib berdi. Agar sizga ro'yxati kerak bo'ladigan bo'lsa, ro'yxati bilan yuklab olishingiz mumkin. Yoki bu narsani qayta tuzish kerak bo'ladigan bo'lsa, qayta tuzishni bitta bo'lsak, qayta tuzib boshqa o'qituvchilarni demak random tariqasida tanlab beradi. Mana 3-noyabrgacha sizga demak ochiq darslarni tuzib beradi. Buni demak Excelga yuklab olishingiz mumkin. Hop, keyingisi e'lonlar bo'limi. Bu joyda demak hozirgi kunda demak maktablarga agar televizorga yoki elektron doskaga, foyega, turli xil joylarga qo'yish kerak yoki Telegram guruhlarga o'quvchilarga tashlab berish uchun demak siz havola yaratishingiz ham mumkin. Demak, misol uchun bitta 5-sinfnikini tuzib ko'ramiz. Havola yaratildi. Demak, ko'rish rejimi. Mana kunlik demak o'quvchi xuddi shu silkani tashlab qo'ysangiz, o'quvchi xohlaganda demak kirib ko'rishi mumkin. Kunlik dars jadvalini. Agar ertagalik dars jadvalini ko'rish kerak bo'ladigan bo'lsa, ertagalik dars jadvalini ko'rishi ham mumkin. Kunlik ko'rib turadi. Agar buni televizorga o'rnatib qo'yadigan bo'lsangiz, televizorda avtomatik o'zi yangilanib boradi. Seshanba demak kunlik, bugungi demak dushanba kunlik o'zi avtomatik chiqarib beryapti. Aytadigan bo'lsak, barcha sinflarni umumiy qilib bitta qilib olishingiz ham mumkin. Bu maktab uchun umumiy bo'ladi. Mana sinflar hammasi chiqdi. Hammasini bitta ekranga qo'yishingiz ham mumkin. Mana odatiy ko'rinish, hammasini bitta ekranga qo'yishingiz ham mumkin. Bundan tashqari demak kunlik qoplash, misol uchun seshanba kuni Nazarov Adham nomlarni qoplash kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyda demak o'qituvchilarni chiqarib beradi. Bu joyda eng birinchi navbatda o'sha sinfdan oxirgi darslarni oladi. Undan tashqari bo'sh o'qituvchilarni oladi. Siz demak bo'sh o'qituvchilarni belgilab, demak qoplanadigan soati demak 2-soat qoplayapti. Demak bu joydan ham xohlaganingizni tanlaysiz. Buni ham qoplayapti. Pastda o'zi avtomatik mana bu joyda dars jadvali tuziladi, kunlik dars jadvalini. Buni demak o'zingiz skrinshot qilib gruppaga yoki boshqa joyga tashlashingiz mumkin. Xuddi shu demak yana ham zavjlarga qanday yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyga fikr mulohazalarini yozib qoldirsalaring, albatta administratorimiz ko'rib chiqib, sizlarga demak yana ham qulaylik yaratish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solamiz. Hammalaringga rahmat.